Assalomu alaykum va rahmatulloh. Vision Soliha guruh mana bugun Oltiariqdamiz. Bugun 16-yanvar. O'zimizni Oltiariqda xonadonga, bu xonadonimiz uglovoy joyda joylashgani uchun yo'lda betga 5 ta kamera qo'yyapmiz. 4 ta tashqariga, 2 ta bu tarafga, 2 ta bu tarafga qo'yyapmiz. Bittasi sahnaga, yangi uyni sahnasiga qo'yiladi. Betga qanaqa kameralar qo'yamiz? Betga 24 soat rangli oladigan kameralar. Mana P27 kamera 2 megapikselli 360 gradusga nima bo'ladi? 180 gradusga aylanadi. Qolgani ichkarilar ko'rsatamiz. Mana ketdik. Mana qolgan kameralarimiz. Bu PT kameramiz 360 gradusga aylanadigan kameramiz. U sahnaga, uyni sahnasiga yangi tomga qo'yiladi. Tak, bu ham Cooler 4 megapikselli 1047. Tak, 4 megapikselli 1047. Cooler ovoz yozadi. Ular 3 ta kameramiz tashqariga qo'yiladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Vision Soliha guruhga murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.